Do'stim, bir narsani sezganmisan? Bugun ko'pchilikda narsa ko'p, lekin xotirjamlik kam. Uy bor, yeyishga ovqat bor, mashina, telefon bor, internet bor, lekin ko'ngil tinch emas. Sababini bilasanmi? Chunki biz bor narsaga emas, yo'q narsaga qarab yashayapmiz. Birovning hayotiga qaraymiz, birovning mashinasiga, birovning sayohatiga va sekin-sekin ichimizda norozilik paydo bo'ladi. Aslida esa kecha sen orzu qilgan narsada bugun yashayapsan. Lekin shukr yo'q. Nonni oddiy deb o'ylaymiz. Sog'liqni tabiiy deb bilamiz. Ota-onani doimiy deb qabul qilamiz. To qachongacha? Bir kun kelib nonning qadri bilinadi, ammo non bo'lmaydi. Sog'liqning qadri bilinadi, ammo qaytmaydi. Ota-onaning qadri bilinadi, ammo kech bo'ladi. Eng achinarlisi, Alloh bergan ne'matlar bizga sinov ekanini unutib qo'ydik. Shukr faqat rahmat deyish emas, shukr ne'matni yo'qotib qo'ymaslik. Bugun do'stim, boringga qara. Seni tark etmaganlarga qara. Hali yoningda bo'lganlarga qara. Chunki hayotda eng oxir jumla bu: qadriga yetmagandim. Shukr qil. Bugun bor paytda. Ertaga kech bo'lishi mumkin.